1870 yılı Atuş'nın Məşhəd yezisideki mərifətpərvər dehqan Abdulvaris'nin ailesi de yoruq dünyaya köz açqan Abdukadir balılıq dəvrini öz yurtida dini məktəbdə oquş bilan ötküzübdü. Abdukadir 15 yaşqa kirgəndə 30 parı Kur'an'ni toluq yadlap bopdu. Yurtdaki ölümalar zihninin alaydı ötkürlüğü bilan tonulgan bu balani Qashqardagi xonliq madrasaga o'qishga yo'lga sapdi. Qashqardagi xonliq madrasadami hammaning oldi bo'lib a'lo o'qigan Abduqodirni 1890-yili jamoat yaxshi tilaklar bilan Buxoroga o'qishga yo'lga sapdi. Buxoroga borgandan keyin Abduqodir diniy darslardan boshqa yana adabiyot, tarix, Coğrafiya, ilmi mantiq və hesab qatarlıq dərslərini qetiqinib ögünübdü. Ərəb, Pars, Urdu tillerini puxta igiləbdi. Buxaradakı o'qishni a'lo natija bilan tamamlagandan keyin Abduqodirning Qashqarga qaytishga oldirishining aksicha Buxara, Samarqand, Ufa qatarlıq shaharlardagi dangliq madrasalar taklif qilib turib elib, qaytqili qo'ymabdi. Abdukadir Azizi, ya'ni Abdukadir Damolla O'rta Osiyodagi dangliq madrasalarda mudarrislik qilgan yillarda koni o'qitish usulini dadil isloh qilib, aqoid zaruriya, ibodat islomiya qatarlıq yangi darslarni mustaqil tuzib nashr qildiribdi. Vatanga bo'lgan seg'inish kundan kunga kuchayib ketganlikdan Abduqodir Azizi 1907-yili oxiri Qashqarga qaytib keldi. Abduqodir Azizi Qashqarga kelibla o'qitish usuli va mazmunida bir yurish islohotlarni elib berib, Qashqarning shu yillardagi ma'arif amaliyatiga mos keladigan boshlamchi o'qishliq, negizlik aqidalar qatarliq ko'p xil yangi darsliklarni tuzib, qizg'in qarshi elinibdi. Abduqodir Azizining el ichidagi shuhrati qancha oshgan seri ichtar hasadxo'rlarning shuncha o'shligi kelib, Astriddan suiqasd planlashga kirishibdi. Buningdan xabar topgan Abduqodir Azizi yana vatanni tark etib, chet elga chiqib ketishga majbur bo'ldi. Abduqodir Azizi Qo'qand, Tashkent, Shamay, Qozon, İstanbul, Mekke, Qahira qatarlıq köplagan shaharlarga beribdi. Bağalı yerida olim o'limalarning qizg'in qarshi elib kutib olishiga erishibdi. Abduqodir Azizi chet elda yurgan kunlarida bir tarafdan olim o'limalarning taklifi bilan ilmiy muhokama yig'inlariga qatnashib, qarashlarini bayon qilsa, yana bir tarafdan kitoblarini nashr qildiribdi. Uning Muhtahil adab nomli kitobini olimlar birdak 20-asrdagi Qutot Qubelik deb ta'riflashibdi. Bir necha yil chet ellarda yurgandan keyin vatanni seg'inish kuchi g'olib kelib, Abduqodir Azizi yana qaytib keldi. Uning chet eldagi shuhratidan xabardor xalq turkum-turkumlab oldiga chiqib, dog'dug'i bilan qarshi oldi. Abduqodir Azizi Qashqarda o'limalar jamiyatini qurib, bu jamiyat orqali yangicha ma'arifni umumlashtirishga boshlabdi. O'zi Abduvali boy madrasasida dars o'tib, balalarni ko'plab tarbiyalabdi. Bir kuni Abduqodir Azizi egichoqsiz yetim balalar qishni o'tkazadigan uyga keldi-da, osh yalang'och yetib ketgan 10 necha balani uyga boshlab berib, tamoq va kiyim-kechak beribdi. Hatto oila xazinasining oshquchini balalarning cho'ngroq biriga tutqizib, ularni o'z tarbiyasiga oldi. Abduqodir Azizining bo'shashmay izchil tirishchanlik ko'rsatishi natijasida Qashqar shahridagi madrasa maktablarning
ba'zilari kengaytib selinsa, ba'zilari yenidan ko'paytib selinibdi. Buning ta'siri to'qqizoq yakanlargacha yetib berib, u yerlardami madrasalar selinibdi. Abdukadir Damollamning tashabbusi Qashqardagi ma'rifatparvar boylarning qo'llab pul ioni qilishi bilan a'lo o'qigan o'quvchilardan necha o'ni chet elga o'qishga chiqarilibdi. Shu yillarda Yevropadan kelgan din taqatquchilar haqsiz doktorxona va maktab etish bahonasida hadab din taqitib murid to'plashga kirishibdi. Abdukadir Azizi madrasalarni asos qilib namoyish uyushtirib, chatning madaniyat tajovuziga qarshi turibdi. Namoyish bo'lgan kunning ertasi Qashqardagi aksiyatchil hukumat Abdukadir Azizining texmi cho'ng bosh og'rig'i tepib, xalqni hukumatga qarshi namoyishga tashkillashidan ansirab 40 kun hapsiga opdi. Abdukadir Azizi hapsidan chiqib bo'g'icha aksiyatchil hukumat suiqasd planlab, qotil yollab bo'lgan ekan. 1924 yili 8 oyning 14 kuni kechida yollanma qotil uningga pichoq selib o'z uyida shahid qilibdi. Abdukadir Azizining vafotidan xabar topgan Qashqar xalqi tavrab ketibdi. Ko'cha-ko'cha, yurt-yurtlardan kelgan kishilar hozir ichib marhumning jasadi bilan vidolashibdi. Qutlug' Hoji Shavqining boshchiligida Abdukadir Azizining namozi tushirilgandan keyin janoza bosh ustida ko'tarilib, Hazratdagi taxti ko'vrik qabristonligiga dafn qilinibdi. Abdukadir Azizining vafotidan keyin uning vatan ichi va sirtidagi yaqin maslakdoshlaridan Qutlug' Hoji Shavqi, Tajalli, Murod Ramzibek, Anvar Sohib Damollam, Rıza İbni Pəxirdin Həzrət qatarlıq köpligan olim o'limalar marsiya nomalarni yezib, o'zlarining cheksiz qayg'ularini bildiribdi. Jamoatning besimi shundaqla Hindistonda o'qiyotgan o'g'li Abdulaziz Mahsumning qaytib kelib, qattiq surishtirishi bilan qotil tutilgan bo'lsa-mu, lekin uni aksiyatchil hukumatning o'zi yollagan bo'lg'ashqa jazolamay Urumchiga yo'lga sapdi. Keyingi kunlarda qotil vijdon azobidan sarang bo'lib o'lib ketibdi. Abdukadir Azizi qatl qilingan bo'lsa-mu, lekin u boshlagan ma'rifat yo'li texmi dog'dam holda taraqqiy qilib, Qashqar va uning atrofidagi nurg'un yurtlarda yangicha maktablar ochilib, ko'pligan bolalar bilim elish fursatiga erishibdi.